Biografik filmlarni yoqtirishim rost. Agar u qaysidir olimning hayotiga bag'ishlangan bo'lsa, bu ikki hissa hissiyot beradi. Kelinglar mashhur olimlarning hayotiga bag'ishlangan top 5 ta filmni ko'rib chiqamiz. 5-o'rin 2019-yilda chiqarilgan Radioactive filmi. Ruschasiga "Опасный элемент" bilib turganinglardek nomidan bu film Mariya Kyurining hayotiga bag'ishlanadi. Juda ham ajoyib film. IMDb'da ham yuqori reytingga ega. Stiven Hoking koinoti 2014-yilda chiqarilgan bu film olimning nafaqat ilmiy izlanishlari, balki uning real hayotdagi qiyinchiliklari hamda oilasi, sevgisi haqida ko'rsatib berilgan ajoyib drama. A Beautiful Mind, ya'ni tafakkur o'yinlari 2001-yilda chiqarilgan ushbu filmda bosh rolni Russell Crowe ijro qilgan. Film buyuk matematik hamda fizik Jon Neshning hayotiga bag'ishlanadi. Uning ichki kurashlari, hissiyoti, oilasi bilan munosabatlari ko'rsatib berilgan ajoyib film. The Imitation Game, ya'ni soxta o'yin. Bugungi reytingimizda 2-o'rinni bosh rolni Benedict Cumberbatch ijro qilgan ushbu film egallaydi. Buyuk olim Alan Turingning hayotiga bag'ishlangan ushbu kinoda ularni qanaqa qilib enigmani buzib kirishganligi ko'rsatib berilgan. Bugungi reytingni Oppenheimer filmi bilan yakunlamaslik menimcha adolatdan bo'lmasdi. Buyuk olim atom bombasining otasi hisoblanuvchi Robert Oppenheimerning hayotiga bag'ishlangan hamda Christopher Nolan rejissyorlik qilgan ushbu film so'nggi yillardagi eng yaxshi biografik hamda tarixiy filmlardan biri bo'lib qolmoqda. Siz yana shunga o'xshagan qaysi filmlarni bilasiz? Fikrlarni izohlarda qoldiring, balki keyingi safar aynan o'sha filmlar haqida gaplasharmiz.